Men Andijonlik Ravzaxon Sotivodiyeva bo'laman. U davrda yoshim necha edikin barno? 69-68 yoshlarda edim. Issig'im baland bo'lgan, ishtaham yo'q bo'lgan, davleniyam baland bo'lgan. Shundan keyin больницаlarga bormasdan mana shu Jamshidjonni eshitib kelganman. Shunda 2 oy davolandim. Yina oldim. Buyragimda tosh bo'lgan. Issig'im tushdi. Davleniyam normalniy bo'ldi. Ovqatlanishimni 1 oy 20 kundan keyin ishtaha ochilib, mana endi ana dedi tarqaldi. Keyin oddiy ovqatlarga urinib yevring degan maslahatlar bilan men 2 oyda mana shu yerdan Xudoga shukr o'z oyog'im bilan yurib qishlog'imizga ketdik. Ana shundan keyin Jamshidjonda aytganini qilib 1 oy deydimi, 2 oy deydimi, uyda bir dam olib kelib, oylab yina olib, igloterapiya bilan davolanib, umuman doktorga ko'rinmay qo'yganman. Shundan buyog'ida mana 11-yil edi. Yozib berganman, rahmat Jamshidjon, men mashnaqa familiya, mashnaqa yoshdaman, mashnaqa kasalim deganimda, haligi keyin kelib, 11-yil ekan degan narsa esimda qolgan. Hozir Xudoga shukr 2020-yil bo'lyapti. Shundan buyog'ida doktorga ko'rinmayman, faqat mana Jamshidjonga kelib igloterapiya olib, o'zimni sog'ligimni tiklab yuraman. Meni qizlarim olib kelardi. O'sha Andijonda Xo'jaobod rayonidan bitta katta qizim kelib, yuragida toshi bor ekan. Men maydalangan uchun kasallik ichida bilmaganman, lekin o'ziga tushganda tuzim yo'qligini aytgan, toshim yo'qligini ishonch hosil qilganman. Qizimniki 3-4 kun yina olgandan keyin bemalol yaxshi ichib, voy apa tosh tushdi deb igloterapiyani foydasidan mag'rurlanib qizim ham davolanib ketgan. Shuning uchun sizlarga maslahatim, agar Jamshidjonga kelib davolanadigan bo'lsanglar, vaqtni boy bermanglar, aytgan vaqtida kelib, aytgan muolajani olib, mana yo'q ishtaha paydo bo'ldi, isitma, baland isitmalar, baland davleniyalar me'yoriga yetdi, davleniya dori, isitmaga boshqa narsa ukol degan narsani umuman men xohlamay qo'ydim. Mana Xudoga shukr yaxshiman. Hozirgacha qatnab turaman, mana 2020-yilgacha qatnab turaman, 1911-yildan buyog'ida. Shunda birinchi kelganingizda davleniyaz yuqoriligidan muntazam dori ichib yurardingiz, davleniyaga qarshi. Davleniya dori ichib yurardim doim. Lekin Jamshidjondan